Biz har doimgidek yana yangilik bilan qaytdik. Bu yangilik sizlar uchun ma'lumman, bu yili juda ham katta rivojlanish uchun hissa qo'shadi. Bu nima desa, full kontakt jamiyati bilan biz challenge qilmoqchimiz. Challenge mohiyati shundan iboratki, biz har oyda, har haftada qaysidir vazifalarni bitirib boramiz. To'g'ri, ustoz tarafdan berilayotgan bilimlar, tashqaridan kelayotgan keyslar yoki tashqaridan berilayotgan spikerlar ana shu hafta uchun qanaqadir qo'shimcha yordamlar yoki boshqa tarafdagi bilimlarni mustahkam ushlashimiz uchun yordam beradi. Endi biz bu challenge nimaligini tushuntiraman. Challenge 1 yil davom etadi. Hozir boshlaymiz va yil davomida davom etadi. Nima bo'ladi? Nimaga erishaman bu challenge-ga qatnashib, nimaga erishamizni umumiy jamoamiz bilan desangiz agar, men hozir sizga tushuntiraman. Qarang. Bugun esa o'sha challenge birinchi darsi. Dashbordlar haqida gaplashamiz. Dashbord nima? Raqamlar. Raqamlar bu shunaqangi narsaki, agar siz uni ko'rishni boshlasangiz, har bitta raqamni aniqlashni boshlasangiz, uni boshqarishingiz mumkin. Raqamlarni ko'rmasangiz, boshqara olmaysiz. Shular haqida bugun gaplashamiz. Challenge keyingi qadami, umuman challenge bitta tushuntirib bersam, sizga tushunarli bo'lishi uchun, mana bugun tasavvur qiling, mana shu hafta, mana shu oy, fevral oy biz dashbord oyi deb hal qilamiz. Misol uchun aytaylik, mana biz hozir fevral oyida turibmiz. Dashbord hal qilamiz. Dashbord. Pochirkimga xafa bo'lmaysizlar. Asosiysi mana bu dashbord. Dashbordning ma'nosi nima? Biz bu oyda birinchi haftamiz o'tib ketdi mana. Birinchi haftamizda sotuv bo'yicha dashbordlar. Ikkinchi haftamizda esa marketingdagi dashbordlar. Uchinchi haftamiz esa bizga eng asosiy kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu finans. Finansda aynan nimani boshqaramiz? Ya'ni moliya qismida biz nimani boshqaramiz? Ana shu haqida. To'rtinchisi bu KPI va xodimlarni unumdorligi. Mana shu haqida gaplashamiz. Ya'ni xodimlarning KPI qanaqa qilib biz Beltonda ishlaganimizda ustoz bizga shunaqa imkoniyat berganlar. Biz oyi 3-kunidan boshlab oy oxirida qancha oylik chiqadi bunaqa ketishimizda ko'rib turardik. Bu nima beradi bizga? Har kuni tonusda ushlab turishga yordam beradi. O'shaning uchun bugun biz dashbordlar haqida gaplashamiz. Tushundingizmi? Endi qarang. Bu qaysi oyda? Fevral oyi, to'ppa-to'g'ri. Challenge ahamiyati shundaki, keyingi oy nima? Mart oyida esa bizani kutayotgan narsalar yangilik bo'lsin, mayli, aytaveraman. Qaranglar, keyingi oyda biz dashborddan keyin endi nima qilamiz? Sotuv bo'limining ichiga kiramiz. Sotuv bo'limining ichida yana nima desa, birinchi haftada qayta sotuvni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi haftada esa bor mijozlarni nima uchun bizdan olayotgan, ya'ni kazdef haftasi bo'ladi. Xuddi shunaqa ketaveramiz. 3-oy. 3-oyimiz mart oyidan keyin aprelda biz nima bilan shug'ullanamiz? Aprel oyida esa endi biz HR qismiga o'tishimiz mumkin. Misol bilan tushuntiraman, buni yana sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Yana har oy qaysidir narsalarni ko'rib chiqamiz. Moliyani ichiga kiramiz. Hozir bu yerda birinchi faqat raqamlashtirayotgan bo'lsak, nima uchun faqat birinchi raqamlashtirish? Uni ham tushuntirishga harakat qilaman. Lekin umumiy maqsad biz oxirida dekabr oyida, aytaylik, shu oyi oxirida dekabr oyida sotuv, umumiy mana biznesdagi nimalar bor? Sotuv bor, moliya bor, finans bor, HR bor, yana ichkarisidagi bularning hammasida muhim o'sish nuqtalarini va muhim raqamlarini qaysi joyga kirishimiz mumkin. Biz o'zimizdan tajribamizdan kelib chiqib bo'lishib boramiz. Qaysidirlarni biz o'zimiz o'tib beramiz, qaysidirlarni balkim tashqaridan spikerlarni jalb qilamiz. Lekin asosiy raqamlar o'zimizda bor. Bu raqamlarning ustida ishlaganmiz va bu jarayonlar oxirgi qadamlarda qanaqa qilib o'tish nuqtalarini aniqlaganmiz, hammasini ko'rib chiqamiz. Hammaga challenge tushunarli bo'ldimi? Iltimos, biz bu videoni qo'yayotganimizdan keyin kutib turamiz. Tushunarli bo'ldimi bularga, tushunarsiz bo'ldimi deb. Iltimos, mana shu joyda bitta pauza tashlab, tegida yozib yuboringlar. Ha, tushundim, challenge-da mana bunaqa ekan. Hozir sen HR ko'rayotgan ekansan, keyin moliyani, keyin buni. Davay, taklifim bor. Mana buni ham ko'raylik, buni ham ko'raylik. Mashto, shundoq pauza bosib, hozir kommentariyada bo'lishib yuboringlar. Iltimos, keyin esingizdan chiqib qoladi-da. Xo'p, endi qaytdik. Kommentariy yozdingiz degan umiddaman. Har bittanglar yozganlar uchun kattakon rahmat. Endi davom etamiz. Biza birinchi navbatda bugun dashbord darsimiz boshlandi. Challenge-dagi darsimiz boshlandi. Bu esa dashbord. Dashbord. Aslida biz tushunib olaylik,
bu dashbord, bu raqamlar nimaga kerak o'zi? Xo'p, dars shunaqangi bo'lishi mumkinki, hamma o'yinlar o'ynaganda ham boshida kimgadir oson bo'ladi, kimgadir esa boshidan boshlab qiyin bo'ladi. Lekin oxiri bu natija beradi. Ya'ni siz birinchi hozir dashbord, menda bor-ku dashbord. Yo, to'xtang, shoshmang. Dashbord har xil bo'lishi mumkin. Nimagaligi, mohiyatini tushunib borganimiz sari qiyinlashib boradi. Hozir hammani dashbordi yo'q deb tasavvur qilyapmiz va dashbord qanaqa bo'lishi kerak? Noldan ustoz aytadilar, kosani bo'shatib kelsak, uni to'ldirishimiz osonroq bo'ladi. Demak, dashbord nima o'zi? Ma'nosi nima? Asosiy narsa bitta narsa. Raqamlar bo'lsa, biz uni boshqara olamiz. Raqam bo'lmasa boshqara olmaymiz. Demak, birinchisi biz raqamlarni yig'ib chiqamiz. Biz sizga shablonlarni taqdim qilamiz. Ya'ni bugungi dashbordda bir necha shablonlar taqdim qilamiz. Bitta yo'nalishga kirganligimiz uchun birinchi qadam yig'ib chiqamiz. Ya'ni hamma raqamlarni yig'ib, mana bu sotuv bo'limiga, bu marketingga, bu bunaqaga deb yig'ishni boshlaymiz. Keyingi etapda-chi, keyingi etapda bu boshqarishni boshlaymiz. Ha, bu raqamga mamlakat ta'sir qilsa, bunday o'sar ekan. Mamlakat ta'sir qilsa, mamlakatiga o'sar ekan deb, ya'ni bu raqamlarni faqat ko'rish emas, endi boshqarishni boshlaymiz. Keyingi etapda, mana bu etap, biz yaxshi ko'rgan etap, hammamiz yaxshi ko'rgan etap, bu o'sish nuqtasi aniqlanadi. Tushuntira oldim? Ya'ni siz ana endi o'sish nuqtasini aniqlaysiz. Bundan oldingi etap bor. Mana bu etaplarni buni va buni fevral oyida har bitta jarayonlarda bitirib chiqamiz. Xo'p, ana endi dashbordda biz mana shablon beraman tegida. Shablondan oldin biza bir necha narsalarni misolini ko'rib chiqamiz. Demak, darsimizni boshlaymiz. Darsimiz bu hafta biz sotuv bo'limidagi dashbordlarni qilamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Sodda ko'rinishda boshlaymiz. Buni sekin-sekin sizlar qilganinglar sali chuqurlashib boramiz. Eng soddasidan boshlaymiz. Sotuv bo'limidagi dashbord. Endi qarang. Demak, sotuvda nima muhim? Birinchisi biz ko'rsataman. Mana shuna jadval deb tasavvur qilsak, eng muhimi har doim vaqtida to'g'ri to'ldirilishi. Bizda ustoz mana 10:00 da отчет keladi. 10:01 da отчет kelmay qolsa bizni yozadilar ustoz. Nimaga kechikyapti? Chunki o'zlarini ham rejimlariga kirgan o'sha 10:00 da kirib bitta raqamlarni ko'rib chiqadilar. Asosiy raqamlarga ahamiyat beradilar va qayerda muammoligini ko'radilar. Bemalol ko'ra oladilar. Endi keyingisi xuddi shunaqa biz qo'yib chiqamiz. Birinchi bo'lim nima o'lchaymiz, uchinchi bo'lim nima o'lchaymiz, ikkinchi bo'lim nima o'lchaymiz, xullas ketma-ketligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda eng birinchi o'lchaydigan narsamiz bu nima? Bu litlar soni. Nechta lit keldi? Birinchisi. Mana bu har bittasi birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi, mana bu yerga data deb qo'ysak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun to'ldirib boraveramiz. Birinchi kunda litlar soni aytaylik 10 ta. Agar kattaroq korxona bo'lib litlar soni tushayotgan bo'lsa 100 ta deb tasavvur qilinglar. Osonroq bo'lish uchun 100 ta. Keyingisi bog'langanlar soni. Ya'ni buni biza CRM da hozir analitika komandamizda bor. Buni biza avtomat tarzda qilamiz. Agar sizda CRM bo'lmasa yoki jarayonda bo'layotgan bo'lsa, ruchnoy ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni siz qo'lda qilsangiz ham bo'ladi. Ikkinchisi nima? To'ppa-to'g'ri aloqaga chiqilgani. Ya'ni 100 ta lit tushdi-da, lekin nechtasiga aloqaga chiqdik? Aloqaga chiqilgani. Misol uchun aytaylik 70 ta. Har xil sabab bilan bu 70 ta. 30 tasiga aloqaga chiqmay qoldik. Nimaga? Hozir qilib dedi, unaqa dedi, bunaqa dedi. Xullas umuman 30 tasiga aytaylik umuman aloqaga chiqmadik. Lekin 70 ta aloqaga chiqqanimizdan ichida u ko'targani hali nechta bo'ladi? Ya'ni gaplashdik deb tasavvur qilaylik. Mana gaplashganlarimiz. Gaplashganlarimiz 30 ta. Chunki odatda kimdir o'sha kuni vaqti bo'lmaydi yoki keyingi kun vaqti bo'lmaydi. Har doim har xil. Endi marketingga berayotgan litlarga bog'liq va juda ham bog'liq eng katta narsa bor. Sotuv bo'limidagi marketingdan tushgan litni qanchada aloqaga chiqyapti. Tasavvur qiling, men marketing komandasidaman yoki mijozingizman, mana tasavvur qiling va men ko'rdim targetingizni. Bitta kirdim, zaifga tashladim, sizga tushdim. Va menga qanchadan keyin aloqaga chiqasiz? 5 minutdan keyin aloqaga chiqsangiz, sizni sotish imkoniyatingiz 19 barobar tushib ketadi. Tasavvur qiling, qanchalik tez siz aloqaga chiqishingiz kerak. Qanchalik uzoq aloqaga chiqsangiz, qancha telefon ko'tarmaydi, noqulay vaziyatda bo'lib qoladi, esidan ham chiqib ketadi. Shunaqa narsa. Davom etamiz. Demak, gaplashganimiz 30 ta bo'ldi. Undan keyin biz unga kommersiy предложение berishimiz mumkin yoki u bilan uchrashishimiz mumkin. B2B bo'lsa uchrashuv bo'lishi mumkin. Biz ham dashbord, ham varonka qilib ketyapmiz. Ya'ni keyingisi esa bu nima? Uchrashuv.
uchrashuv deylik yoki bo'lmasam qo'ng'iroqdan keyingi qo'ng'iroq har xil bo'lishi mumkin. Zoom uchrashuv bo'lishi mumkin, offline bo'lishi mumkin. Keyingisi esa kommersiy предложение. Ya'ni biz kommersiy предложение berishimiz ham mumkin yoki bo'lmasam unga to'latish uchun imkoniyat berishimiz mumkin. Ya'ni to'lov turini yuborgan bo'lishimiz mumkin, dogur yuborgan bo'lishimiz mumkin. Mana shu joyda. Oxirgisi esa to'lov qilganlar. Demak, 30 tasi bilan gaplashdik, uchrashuv belgiladik 10 tasi bilan. Tasavvur qilaylik va 10 tasidan hammasiga ham biz nima kerakligini tushunmadik, og'rig'ini aniqlamadik va 5 tasiga deylik, 5 tasiga to'lov turini yubordik yoki kommersiy предложение yubordik ichida do'g'urlar bilan balkim. Yubordik va endi oxirida to'lov qildi 3 ta. Bu kunlik, yana aytaman, va bu joyda juda ham muhim joyi umumiy qilib qo'yamiz. Men sizlarga beraman buni Excel ko'rinishida pastda fayl shunday sketchat qilib oling. Sketchat qilayotganingizda o'zi ko'rinadi. Mana shu fayl ustida ishlaymiz birgalikda. Mana qarang, endi siz kunlik ko'rib turibsiz. Shoshmang bu narsalarni qanaqadir CRM qilishga, analitika qilishga agar sizda yo'q bo'lsa zo'r, bo'lmasa shoshmang, oddiy Excelda bo'lsa ham qilvering. Keyin ruchni qilganingizdan keyin sekin-sekin IT-lashtiramiz. U ham muammo emas. Keyingisi, mana biz ko'rib turamiz. Keyingi kuni 50 ta lead tushdi. Xuddi shunaqa hammasi davom etib keldi, 0 sotuv bo'ldi. Bo'ldi, bizda umumiyda mana 3 ta sotuv, umumiyda 150 ta. Formula qilib qo'yganman men, umumiyni o'zi ko'rsatadi. Bu har oyi xulosasini qilib ketaveramiz. Sotuvdagi dashbord eng oddiy, sodda, ham varonka, ham sotuvingiz qayerda o'zi, qayerda mijozlar tushib qolyapti, qayerda nima yo'qotamiz, nimaga erishamiz biz? Asosiy erishadigan narsamiz bu joyda nima yo'qotamiz. Qayerda pulimizni, mana bizda 100 tasavvur qiling, siz 1 so'mlik narsa sotyaptidingiz. Mana bu yerda siz 100 so'm olish imkoniyatiga ega edingiz-da, oxiriga borib siz nech pul olasiz? 3 so'm. Nech pul yo'qotasiz? 97 so'm. Qayerda yo'qotaman o'shani? Mana bu yerda yo'qotaman. Nimaga? Marketing. Bo'l. Keyingi haftada marketingni ko'rib chiqqanimizda o'tda ko'rasizlar, marketingni qanaqa qilib aniqlash bo'yicha. Undan keyingi hafta, xo'p, marketingni ham tushundik, lekin sotuvdagi skriptlarda muammo ekan. Uni ham dashbordi bor, ya'ni sotuvchilarning unumdorlik. Ular keyingi hafta. Birinchi haftada biz faqat sotuvdagi umumiy bazan, boyatdim-ku 3 ta qadam esdan chiqarmaymiz, yig'amiz, boshqarishni boshlaymiz, o'sish nuqta aniqlanadi keyin. Bu ikkitasini qilmasdan turib o'sish nuqtani aniqlay olmaymiz. Faqat raqamlar orqali aniqlaymiz. Mana shu narsani beringlar. Excelda to'ldirasizlar. Bizani menejerlarimiz iltimos urushib bermaysizlar, lekin retention menejerlarimiz sizga aloqaga chiqib, buni qildingizmi, qilmadingizmi, sizlarni ozgina tergab turishadi. Bu narsani birgalikda jamoangiz bilan qiling yoki jamoaga zadacha berib buni qabul qilib oling. Muhimi qilingan bo'lishi. Balkim juda ham savollar yig'ilib ketsa, bitta zoom qilib dashbordlarni birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, birinchi haftamizga vazifa shu. Excelda pastda turibdi, kirasizlar, to'ldirishni boshlaysizlar. Iltimos, videoda tagida o'zingizlarning kommentariyalarni bo'lishinglar va menda bunaqa bo'lyapti desanglar, unga moslashtirib yana dashbord qilib berishga harakat qilamiz. Maqsad hozir sotuv bo'limidagi raqamlarni bitta yig'ib olishimiz kerak. Keyin o'sish nuqtalarini aniqlaymiz. Oxiri nima bilan tugaydi? Pulimiz qayerda yo'qolayotganligi, qayerda sotuvlar hammasini tushundik. Mana oddiy tasavvur qilish uchun ko'pchilikda mashina bor deb o'ylayman yoki mashina haydagan, ko'rgan, ko'zi tushgan bo'lishi kerak. Mana shu mashinada nima ko'rsatkichlar bor? Benziningiz qancha qoldi? Mashinangiz qanchalik qizib turibdi? Suvi qanchalik qizib turibdi? Necha kilometr soatda ketyapsiz? Ya'ni bir necha raqamlarni ko'rib turishingiz mumkin. Bundan tashqari nechta raqam bor? Millionlagan raqamlar bor, to'g'rimi? Mashinangizni davleniyasidan boshlab, mashinangizni ichidagi chiplarni xatosi, cheklar, xullas juda ko'p tekshirish uchun, ko'rish uchun, raqamlarni kuzatish uchun ko'p informatsiyalar bor, ma'lumotlar bor. Lekin asosiysi nimani kuzatamiz? Mana mashinadagi asosiy ko'rsatayotgan ko'rsatkichlar. Bizning ham maqsadimiz hozir oddiy, sodda ko'rsatkichni ko'rib olaylik birinchi. Benzinimiz tugab qolmaydi, shtrafga tushib qolmaymiz, qo'pol qilib aytganda, biz ko'rib turamiz, mashinamiz xizmatdan haydab yubormaymiz, qo'pol qilib aytganda-da obrazni. Mana shu narsani qilib olsak, ana keyingi etapda biz hal qilib olamiz. Tushuntira oldim. Mana shu, ya'ni sodda bo'lishini sababi oddiysini qilib olaylik. Keyin kurtoy mashinalarni ko'rganmiz, Mercedeslarda, buni ham keyin katta Maybachlarda, Rolls-Royce'larda, xullas ularda yanada ham dahshatroq raqamlarni ko'rsatadi. Xuddi shunaqa raqamlarimiz, kerakli raqamlarimiz ko'payishni boshlaydi va biz o'sish nuqtani boyaga yetganimdek aniqlashni boshlaymiz. Iltimos, shablonlarni yaxshilab to'ldiringlar va savolinglar bo'lsa kommentariyada bo'lishinglar. Shaxsan o'zim kuzatib borib yordam beraman va umumiy qilib mana shu jarayonlarda savollarni ko'rib chiqib, ustoz ham o'zlarining fikrlarini aytadilar.
Esdan chiqarmaymiz, full kontakt jamiyatida biz challenge orqali 5x, 10x, 20x, 100x o'sishimiz kerak. Buni birgalikda qilishimiz kerak. Faqat bitta narsa mana biz shunda qo'lingizdan ushlab birgalikda ketamiz. Faqat qo'limizni cho'zganimizda qo'lingizlarni cho'zishinglar kerak. Bu nima degani? Biz mashq beramiz, vazifa beramiz, zadacha beramiz, qilib ketaverishinglar kerak. Biz buni kerak bo'lsa raqamlarda ko'rsatib turamiz. Ya'ni sizning raqamingiz emas, kimlar qilyapti, kimlar qilmayapti, kim nima qildi, qanaqa holatda bularni bo'lishib turamiz. Hammalarni full kontakt jamiyatida ko'rganimdan juda ham xursandman va challenge-ga qo'shilganingiz uchun rahmat va boya kommentariyada yozib juda zo'r gaplar bo'ldi deb o'ylayman, chunki iltimos qildim, pauza qilib o'zinglar. Sizlarning fikringiz muhim. Shu fikrga qarab challenge, ya'ni umumiy suyagi aniq qatga qarab ketamiz, nima qilamiz va ichidagi narsalarni sizlarning fikringizga qarab o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Fevral oyi dashbord oyi. Siz raqamlarni xodimingizni ko'rganingizda uni yoshini emas, uni qachon kelganini emas, raqamni ko'rishni boshlaysiz. Nech pul sarflayapsiz, nech pul olib kelyapti. Har bitta jarayonlarni ko'rayotganingizda raqamni ko'rishni boshlaysiz. Emotsiyada emas, paloncha kelib bunaqa desa, yo'q, unaqa emas. Hamma narsa raqamlashishni boshlaydi. Agarda sizda raqamlashgan bo'lsa, unda birgalikda jamiyatga yordam bering. Mana men bunaqa qilaman, bunaqa qilaman deysiz, yana ham tezroq. Birinchi maqsadimiz raqamlashtirib olish. Keyingi etaplarda yana qayerga qarab ketishimizni boya ko'rib oldik birgalikda, ya'ni mana shu challenge esdan chiqarmaymiz. Agar mana bu joyda siz yiqilib qolsangiz, qolib ketasiz. Ishoning, biz dekabr tez kelib qoladi. Mana o'tgan yil qanaqa o'tib ketdi? Juda tez kelib qoladi. O'shaning uchun bunday kelib dekabr oyida. Shunaqa surprizlar kutyapti mana bu joylarda. Ishoning, o'ylamagan surprizlaringiz bor. O'ylamagan surprizlaringiz bor va bir necha darslarni, xudo xolisa, surpriz darslar bo'ladi. Maqsad sizni sotuv bo'limingizni odam deb tasavvur qilsak, hamma joylarni davolab, to'g'irlab, bu yili joy-joyga qo'yish. Keyingi yil esa yana raketadek uchish. Har yili challenge qilib boramiz. Oy, kun, hafta, xullas yonib, energiyaga to'lib bosamiz birgalikda. Hammalarni kutaman. Salomat bo'linglar.